inson gapiring. Haqiqatdan. Bu avtobus juda ham zo'r. To'g'risini aytsam, avtobusdan tushkim kelmayapti. Tushmaysiz, to'xtang javob. Hozir avtobusning qulayliklari haqida bitta-bittadan aytib ketamiz. Masalan, men aytaman hozir avtobusimizda zaryadniklar joyi bor, ya'ni telefonni quvvatlari o'chib qolganda foydalanishi mumkin. Mana bu yerda. Mana bu yerda, bu yerda avtobusda hatto ketmoqda bo'lmoqdaliklarda musiqalar qo'yib beriladi. Sal so'zim ana bo'lib qoldi. Musiqalar har xil bir klip tovushlar ham qo'yib beriladi. Bu yerda sokin musiqalarni eshitib, bemalol suyanib bo'lsa ham ketsanglar bo'ladi. Avtobusda konditsionerlarimiz bor. Maza qilib salqinda ketishingiz mumkin. Ko'cha esa issiq yonib ketgan. Haqiqatdan, chunki o'zimiz ham kiroldi odamlardan oldin, chunki turib ozgina sharoit yaxshi bu yerda. Hammalarga bu yerda ketayotgan insonlarga hozir gapirmoqchiman. Hammalarga eson-omon olinglar. Hozir payt qaysi reysida bu? Astana. Kazan yo'nalishi bo'yicha. Kazan yo'nalishi. Kazan nechilik soat? 18:00 18. jo'nab ketadi. Soat 5:30 esa posадка jarayonlari bo'lib o'tadi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr. Xayr.